Assalomu alaykum hammaga. Mo'manni yangi sochlarim deymi? Qaranglar qanaqa silliq. Umrimda hech qachon shunaqa silliq sochim bo'lmagan. Sizlar ko'rgan soch bu yolg'on soch. 3 soatlab 4 soatlab vaqt ketkazardim. O'sha sochga mana mayda sochlarim ham tekis bo'lib, zo'r bo'lib qoldi. Maza qilib qoldim mana. Qaranglar qanaqa tekis. O'zimni voy boshqacha his qilaman. Aytgancha bu keratin. Keratin botoks qilingan soch. Mana ko'ryapsizlar qanaqa pishni edi sochim. Shunaqa tabiiy sochim hali hech kim ko'rmagan. Uni ham ko'rsataman. Qo'llar ko'rmasin, qo'ryapman qo'yib qo'ydilar. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Mana qizlar, bu klientimizning sochchasi. Oldi jingalak qo'ng'iroq. Ishgan soch. Mana sochlarini postisini qo'yamiz chiroyli qilib. Yo'q, muzika qo'yaman-ku. Bo'ldi.